Musulmonning tabiati qanaqa bo'lish kerak desa, o'zidan yoshi kattaroq odamni ko'rsa, bu odam mendan ko'ra yoshi ulug', Allohga yaqinroq bo'lib qolgan, ko'proq mendan ko'ra kuylak yirtgan, ibodat qilgan bo'lsa, yaxshilik qilgan bo'lsa, menikidan ko'ra ko'proq buni yaxshiligi deb uni o'zidan afzal bilish kerak. Yoshroq yigitni ko'rsa o'zidan, bu hali meni yoshimga yetmagan, men qilgan gunohlarni qilmagan bu. Bu mendan afzal deyish kerak. Kichik ko'ngillikni Alloh yaxshi ko'radi. O'sha zohidlik shu. Zohidlik shu. Ya'ni haqiqiy dunyoni tark qilish shu. Nima degani dunyoni tark qilish? Qo'lingizda pul tashlab olishmi? Yo'q. Dunyodagi odamlarning maqtovlarini nazarga olmaslik. To'g'ri yo'lda bo'lsangiz, yomonliklaridan xafa bo'lmaslik. To'g'ri yo'ldasiz. Siz Allohning roziligiga ketyapsiz. Odamlar nima desa desin.